Leksiyimizin ikincisini başlayımız hürmetlik vatandaşım. Komintang sizler bilisizler. Cungo Qoraqalaqada Komintang degan partiya vardı keyin Gongchendan Kompartiya degan partiya paydo bo'ldi. Bu Komintang degan partiya 49-yil Tayvanga ko'chib keldi. Shundan keyin 96-yili 1996-yili Komintang Tayvanda demokratik saylamni, ya'ni prezident saylamini ishga oshirdi. Bu qatam oldimizdagi 1-oyning 16-kuni Tayvanda dag'dug'liq saylam bo'ladi, ya'ni prezident saylam bo'ladi. Hozir Tayvanning Demokratiya Taraqqiyot partiyasi bilan yana shu koni partiya Komintang saylam raqobat elib beryotdi. Shunga bugungi mavzu mundaq. Komintang bu qatam saylamda yengiladigan bo'lsa, hokimiyat sirtidagi partiya bo'lib qilish bilanla ish bundaq addiy tugamaydi. Mavzuli xabar 12-oyning 2-kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yakından beri Tayvan'da el rayı görsettiği ki, el rayını sınaş şu nersini görsettiği ki, saylam namzatı Jolil'in kollaş nispeti 19,4% gibi oldu. Tayvan'da prezident saylımı ötküzüş başlanğandan beri, yani 1996 yılından beri, Komintang tuncu qıtım saylam rayda tüven orungu düşüp kaldı. Şu günden beri bugün Tayvan'da Komintang partisi tuncu qıtım el rayını sınaşta tüven orungu düşüp kaldı. Kollaş puristi 2%'le oldu, 20%'le oldu. El rayı körnerlik özgürlük bombadı. Komintang iki kısmı da istifa. Komintang iki kısmı da ittifaklaşalmadı. Tayvan halkının tefekkürü ve kalp özgürlüğü başladı. Tayvan iki kısmında Komintang ittifaklaşamadı. Tayvan'da el rayı da özgürlük, elinin kalbi de özgürlük 101 başladı. Cemaat fikri Komintang'a paydasız bulup kaldı. Oxşaşlı Demokratiya Taraqqiyot Partiyasının saylam namzatı Tsai Ing-wen xanımның Tayvan Cungu münasibetiga alaqadar mavzularni so'zlashdan o'zini qochirganligimi bu qatamqi Komintang'a, namzatga Komintangning namzatiga saylamda yoki el rayini sirash jarayonida passiv ta'sir ko'rsatdi. Komintang tarafdan Jolilin saylamga qatnashishni qaror qilgandan keyin Jungo Tayvan krizisi kartini, parlamentni tizginlash kartini ko'tarib chiqib, Yeshillar guruhining qaytib kelib, Ko'klar guruhi bilan Demokratiya Taraqqiyot partiyasining saylam kuchi raqobatlashishni o'tirg'i qo'ygan bo'lsa-mu yoki shundoq o'ylagan bo'lsa-mu, lekin Tayvanda Komintang uchun hech qanday bir sada qo'zg'almadi, ya'ni qo'llash xarakterlik sada qo'zg'almadi. Ish Komintangning kutganidek, ko'ngildagidek bo'lmadi. Komintangning namzati Jolilinning qo'lida ko'p karta qolmadi. Faqat ittifaqlashish kartasila eshib qoldi. İttifaqlashish albatta Komintangning ichki qismida ittifaqlashishni ko'zda tutdi. Navbatdagi vaziyatdan qaraganda Komintang aslidagi asoslarni, ya'ni aslidagi asoslarni deganda Tayvan jamiyatida Komintang partiyasining aslidagi ta'sir doirasini, ya ta'sir kuchini saqlab qola olmadi. Agar bundaq bo'lsa, saylamda g'alaba qilolmasa yoki Komintang saylamdan borgan sari yiroqlashadigan bo'lsa, u vaqtda Komintang hokimiyat sirtidagi partiyaga aylanib qoladi degan gap bu biz oddiy gap bo'lib qoladi deydi. Balki ish bu darajada oson bo'lmasa kerak deydi xabarda. Undaqda nima ish bo'ladi? Masalan, Komintang saylam sirtida qolsa, saylam tutib ola olmasa, hokimiyat sirtidagi partiya bo'lib qolsa bu cho'ng ish emas deydi. Shundan qaraganda Komintang partiyasi parchalanish, yo'qolish va yoki halok bo'lish, partiyani tarqatib etishdan iborat bir tahdidga mush saylam orqali duch kelamda qandaq. Biz oldimizdagi 1-oyning 16-kuni bu nuqtani ko'rib yeta olishimiz mumkin.